Viza Center yana o'zgaryapti. Ya'ni Fransiya elchixonasida Viza Center yana o'zgaryapti va bu o'zgarish katta o'zgarish hisoblanyapti. Nimaga? Oldin Fransiya elchixonasi hujjatlarni o'zi qabul qilib qolardi. Endi hozir 11-martdan, mana ko'rishingiz mumkin, 11-martdan Viza Center orqali topshiriladigan qilyapti. Bu xuddi Germaniya, Ispaniyaga o'xshab turib topshiriladagandek bo'ladi. Endi buni o'ziga yarasha plyusi, minuslar bor. Uni yana detalli gaplashamiz. Lekin e'tibor beradigan tarafimiz 10-fevraldan yangi Viza Centerga, ya'ni martdan boshlanadigan joylar uchun 10-fevraldan qabul boshlanadi. Bu degani agar siz bahorda yoki yozda Yevropaga bormoqchimisiz, hozirdan harakat qiling. 10-fevralda joy ochilishi bilan sirasi joy olib qo'yishga harakat qiling. Endi bunga biz ham yordam beramiz. Misol mana bugun pasportlarni olib chiqdi, klientimizlarni bir haftada javob chiqdi. Lekin Viza Centerga o'tgandan keyin bunaqa bo'lmaydi. Chunki Viza Centerda shunaqa talab borki, posolstvo tomonidan talab qo'yiladi. 2 hafta yo 3 hafta, ya'ni hujjat topshirganingizdan keyin 2 hafta yo 3 haftadan keyin ketadigan bo'ling, ya'ni ketadigan sanangizni keyin belgilab bering deb aytadi. Shunaqa plyus minuslar bor. Endi ularga yana detalli keyingi videolarimizda to'xtalamiz. Lekin hozirgi paytda e'tibor beradigan tarafi tezroq harakat e'lon qilinglar joy yozdirtirishga.